Arzu va taqdir. Allohning rahmati siz kutgandimi texmi cho'ng. İnsanның qalbiga bir arzuning selinishi aslida shu manzilga tutishadigan bir yo'lning borligidan bishoratdir. Chunki Alloh taolo berishni xohlamagan narsani talab qilish tuyg'usini bandaning qalbiga solmaydi. Ammo biz oldiraqsam bo'lg'ashqa, darhol bo'lsa deymiz. Alloh bo'lsa, go'zal bo'lsa deydi. Qur'ondagi hikmat siz yomon ko'rgan narsada xayr bor. Biz ko'pincha bir narsani bektalab qilamiz, ammo uning bizga elib keladigan oqibatini bilmaymiz. Qur'on Karimda bu haqiqat mundaq bayon qilinadi. Sizlar biror narsani yomon ko'rsanglar, balkim u sizlar uchun xayrlikdir. Sizlar biror narsani yaxshi ko'rsanglar, balkim u sizlar uchun ziyonliqdir. Alloh biladi, sizlar bilmaysizlar. Sur Baqara 216-oyat. Bu oyat bizga shuni o'rgatadiki, Allohning bizga bermagani amaliyotda bizni bir ziyondan qo'g'diganligi yoki texmi cho'ng bir mukofotga tayyorlaganligidir. Hadis sharifdagi bishorat, duo hargiz rad qilinmaydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: bir musulmon gunoh aralashmagan yoki sila rahimini uzmaydigan bir duo qilsa, Alloh uningga cho'qim 3 turlik javobning birini beradi. Ya tilginini darhol beradi, ya uni oxiratga zapas saqlab qo'yadi, yoki tilginiga baravar biror baloni uningdan yiroqlashtiradi. Ya'ni Ahmad rivoyati. Demak, hech bir tilak bekor ketmaydi. Biz bermedi deb o'ylaganda Alloh bizga texmi cho'ng bir baloni yiroqlashtirayotgan bo'ladi. Payg'ambarlar hayotidan misol. Yusuf alayhissalomning hikoyasi. Yusuf alayhissalomning hayoti bizga sabr va natijaning eng go'zal ulgusini ko'rsatib beradi. U quduqqa tashlandi. Bu ko'rinishda bir fojia edi. Zindonga tashlandi. Bu bir zulmat edi. Agar Yusuf alayhissalom quduqqa tushmagan bo'lsa, Misrga borolmaydi. Zindonga kirmagan bo'lsa, podshohning tushini ta'birlayolmaydi va Misrning xazinasiga boshliq bo'lolmaydi. Alloh uningga erkinlik tedigida uni odatdagi bir erkin odam emas, balki bir davlatning podshohi sifatida mukofotladi. Allohning berish shakli bizning aqlimizdan ustundir. Nima uchun insonlarda sabr oz? Bugungi kunda insonlarning ruhiy jihatdan qiyinlishi ikki sababdan bo'ladi. Birinchi, dunyoga bog'lanish. Oxiratni unutib hamma narsani mushu dunyoda tamomlandi deb qarash. Ikkinchi, sur'at davri. Hamma narsaning bir kunubki bilan hal bo'lishiga kunib qolgan zamonda pishib yetilish jarayonini unutib qoldik. Alloh sizga bir orzuni bergan bo'lsa, uni amalga oshirishga qudrat yetadi. Agar kechiktirsa, sizni tavlash uchun kechiktiradi. Agar bermasa, sizni qo'g'dash uchun bermaydi. Siz faqat talab qiling, tirishing va natijasini eng yaxshi bartaraf qilguvchi bo'lgan Allohga topshiring. Sabr degan nima? Sabr, to'sish, cheklaydigan kuch degan ma'nolarni bildiradi. Shariatda bo'lsa, nafsni Alloh norozi bo'ladigan ishlardan to'sish, tilni shikoyatdan tortish va qalbni Allohning taqdiriga qarata azoblanishdan saqlashdir. Sabr ojizlik emas, balki kuchlik iroda va Allohga bo'lgan cheksiz ishonchning ifodasidir. Tuvanda Qur'on, hadis va hikmatlar orqali sabrning mohiyatini ko'rib o'taylik. Birinchi, Qur'on Karimdagi sabr. Alloh sabr qilguvchilar bilan billa. Qur'on Karimda sabr so'zi 90 dan ortiq joyda tilga ilingan. Bu sabrning mu'min uchun naqadar muhim bir qalqon ekanligini ko'rsatadi. Mukofotning cheksizligi. Alloh taolo mundaq deydi: haqiqatan sabr qilguvchilarning mukofoti hisobsiz beriladi. Sura Zummar 10-oyat. Allohning hamrohligi, sabr qilinglar. Alloh haqiqatan sabr qilguvchilar bilan billadir. Sura Anfal 46-oyat. Bir inson uchun koinotning egasining uning bilan birga bo'lishidan cho'ngroq bir tasalli bo'lmasi kerak. Ikkinchi, hadis sharifdagi sabr, nur va ziya. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sabrni bir chiroqqa o'xshatgan bo'lib, u qorong'uchilikda yo'l boshlovchidir. Eng cho'ng tortiq, hech kimga sabrdanmi yaxshiroq va
kengrarak bir tortiq berilgan emas. Buxoriy rivoyati. Sabrning vaqti. Haqiqiy sabr musibat kelgan tunji daqiqadir. Buxoriy rivoyati. Ya'ni azob yurak tekkan amon o'zini tutib olish eng qimmatli sabrdir. Gunohlarning to'limi bir musulmonga yetgan horg'inlik, kasallik, g'am andisha, hatto uningga kirgan bir tikan sabablik Alloh uning gunohlarini kechirim qiladi. Muslim rivoyati. 3. Sabrning 3 turi. Ulamolar Qur'on va sunnatga asosan sabrni 3 turga bo'ladi. 1. Allohning amriga sabr qilish. Ibodatlarni, ya'ni namoz, roza, haj, zikr qiyinchilik bo'lsa-mu tirishib ado qilish. 2. Gunohdan o'zini tortishga sabr qilish. Nafsning xohishlariga, harom ishlarga bo'lgan qiziqishga yo'q deb turish. 3. Taqdirning ochiq sinoqlariga sabr qilish. Kasallik, o'lim, nomratlik va boshqa kulfatlar kelganda toat ibodatdan to'xtab qolmaslik. 4. Payg'ambar hayotidan jonliq misol. Ayyub alayhissalomning hayoti sabra deyilganida oldi bilan aqliga keladi. U butun mol mulkidan ayrildi. Butun farzandlaridan ayrildi. Ig'ir kasalliklarga giribdor bo'lib, yillarcha yolg'iz qoldi. Shuncha kulfat ichida u hargiz Allohga shikoyat qilmadi. Faqatla, "Ey Parvardigorim, menga bir kasal yetdi. Sen rahim qilguvchilarning eng rahimlikidursan" deb duo qildi. Natijada Alloh uningga burunqidanmi ziyoda sog'lomlik, mol-mulk va farzand berdi. Sabr bir ochiq daraxt, ammo mevasi tatliq. Siz yuqorida aytgandek Alloh bizni sinaydi. Sabr Allohning bizga beradigan eng isil sovg'asini kutishdiki bir jarayondir. Siz bir narsani bak tilasangiz, u kechiksa, Alloh meni teximi cho'ngroq bir ne'matga tayyorlayotdi deb qarashingiz sabrning cho'qqisidir. Sabrni yetildirish bir xil ruhiy mashq bo'lib, u xuddi muskulni chiniqtirganga o'xshash vaqt va izchillik talab qiladi. Hozirgi davrda hamma narsa tez tomoq, tez to'r, tez uchur bo'lg'achqa, insonlarning sabr qochisi intayin kichiklab ketdi. Sabrni yetildirish uchun tövandagi 4 bosqichliq nuqtaga diqqat qilish kerak. 1. Bilish va tafakkur qilish. Oldi bilan shuni tushunish kerakki, dunyo bir oromgoh emas, balki sinoq maydoni. Alloh taolo Qur'onda mundaq deydi: "Biz sizlarni albatta bir oz qo'rqinch bilan, ochliq bilan, mollaringlarga, jonlaringlarga va ziroatlaringlarga yetadigan nuqsonlar bilan sinaymiz." Ya'ni shundaq chaqlarda sabr qilguvchilarga jannat bilan bishorat bergin. Sura Baqara 155-oyat. 2. Hissiyotni kontrol qilish. Amaliy mashq. Sabr sukut qilib o'ltirish emas, balki ochig'i kelganda yoki umidsizlanganda o'zini tutib olishdir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Kuchlik odam chilishqanda yiqqan odam emas, balki ochig'i kelganda o'zini tutib olalaydigan odamdir." Ya'ni Buxoriy rivoyati. Tashabbus biror ko'ngilsizlikka yo'liqqanda 5 sekund qoidasini ishilting. Darhol inkos qaytarmay, ishingizda "A'uzu billah" aytib, tunji to'lqinning o'tib ketishini kuting. 3. Natijaga emas, jarayonga ahamiyat berish. Hozirgi kishilar natijaga bak oldiraydi. Masalan, duo qilibla darhol qabul bo'lsin deydi. Ammo Allohning bir vaqt jadvali bor. Tuxum 21 kunda chuji chiqaradi. Siz uni zo'rlasangiz, chuji o'lib qoladi. Bambuk tarixi 5 yil yer ostida yiltiz tortadi. Ondan bir necha haftada 20-30 metr o'sadi. Diqqat qiladigan nuqta: duo va tirishchanlik sizning vazifangiz. Natija va vaqtni Allohning ishi, Allohning ishiga aralashib olish sizni charchitib qo'yadi. 4. Namoz va duo orqali kuch to'plash. Odamning irodasi cheklik. Shunga bizga bir terak kerak. Qur'onda mundaq buyurilgan: "Ey mu'minlar, sabr va namoz orqali Allohdan yordam talab qilinglar." Sura Baqara 153-oyat. Ruhiy besim oshqanda namozni oldirmay,
sajdini uzunroq qilib o'qish ming'ini tinchlantiradi va kishiga ajoyib bir ma'naviy kuch beradi. Hozirgi insonlar bilishga tegishli bo'lgan muhim nuqtalar. Birinchi, selishtirishdan saqlang. İjtimoiy taratqulardagi boshqalarning saxta xo'shalligiga qarab, o'z turmushingizdan og'rinmang. Hamma odamning o'ziga tushliq eg'ir sinoqlari bo'ladi. Ikkinchi, shukrni ko'paytiring. Sabrning eng yaqin do'sti shukrdir. Qo'lingizda yo'q narsaga sabr qilish uchun bor narsaga shukr qilishni mashq qiling. Uchinchi, taqdirga ishoning. Beshingizga kelgan ishning sizdan qochib qutulishi mumkin emasligini, beshingizga kelmagan ishning sizga tegishi mumkin emasligini biling. Sabr qilish zaharni yutib turib, uning qalbingizni o'ldirishiga yo'l qo'ymaslik. Aksicha, shu zaharni shifoga aylantirish san'atidir. Tövəndə ilim, Qur'on və hadisning nurida birlashib, sabrni yetildirishning 4 asosli qadamini tushuntirib o'taman. Birinchi, bilish jarayonini o'zgartirish. Ilmda bir voqeaning o'zi emas, balki bizning uningga bergan ta'birimiz bizni azoblaydi. Islom bizga bu ta'birni imtihon deb beradi. Qur'ondagi ko'rsatma, sizlarga yetgan har bir musibat Allohning kitobida, taqdirda bordir. Bu sizlarning qo'ldan ketgan narsaga qo'yg'urmasliklarinlar uchundir. Sura Hadid 22-23 oyatlar. İnson har bir qiyinchilikqa yo'liqqanida bu meni xor qilish uchun emas, balki bir daraja o'stirish uchun keldi deb o'ylashni mashq qiling. Alloh taolo bizni kuchimiz yetmaydigan ishga taklif qilmaydi. Ikkinchi, hissiyotni tangshash. Achchiq va azob kelganda o'zini tutib olishni talab qiladi. Bu dal payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'rgatgan haqiqatdir. Hadisdagi ko'rsatmada sabr musibat kelgan tunji daqiqadir. Buxoriy. Hissiyat markazi qo'zg'alganda oldirab qaror chiqarmang. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam tavsiya qilgandek achchig'ingiz kelganda o'rningizni o'zgartiring. O'ri turgan bo'lsangiz o'ltiring. Tahorat eling. Bu jismoniy harakatlar mengidagi besimni tovandatib, logikalik tafakkurni asliga keltiradi. Uchinchi, umidvorlik va yaxshi gumon qilish. Ilmda umidvorlik kishining chidamchanligini oshiradi. Islomda bu husni zon, Allohga nisbatan yaxshi gumonda bo'lish deb ataladi. Hadis qudsi. Alloh taolo mundaq deydi: "Men bandamning menga qilgan gumondaman." Buxoriy. Agar siz Alloh meni cho'qim bu qiyinchilikdan chiqaradi deb jazm qilsangiz, ro'yitingizda g'oyat zo'r bir kuch paydo bo'ladi. 4. Qaysarlikni yetishtirish. Sabr bir xil jangdir. Qur'onda sabrlar, sabr qilg'uvchilar hamisha g'alaba qilg'uvchilar sifatida tasvirlanadi. Qur'ondagi ko'rsatma: "Ey mu'minlar, sabr qilinglar. Dushmanga qarshi chidamli bo'linglar." Sura Al-Imron 200-oyat. Nimalarga diqqat qilamiz? Birinchi, passivlikdan qochish. Sabr qilish deganlik hech ish qilmay o'ltirib emas, balki qo'ldan kelgancha tirishib, natijasini Allohga topshirish. Tirishmay turib sabr qilyapman deyish o'zni aldashdir. Ikkinchi, tilini saqlash. Nola faryod qilish kishining ruhiy besimini texmi oshirib yetadi. Shikoyatni odamlarga emas, Yaqub alayhisalomga o'xshash Allohga qiling. Men g'am andishamni, dardimni faqat Allohga aytaman. Sura Yusuf 86-oyat. 3. Vaqtga fursat berish. Mening yangi bir ahvolga moslashish uchun vaqt ketadi. O'zingizga diqqatli qo'l bo'lib ketmang. Allohning rahmatidan umid uzmang. Kuchlik bir musulmon bo'lish uchun dunyoning o'tkinchi ekanligini, Allohning sizni yolg'iz tashlab qo'ymaydiganligini va har bir qiyinchilikning orqasida bir osonlikning yoshiringanligini har vaqt esda tutishingiz kerak. Sura Inshirah 5-6 oyatlar. Islomda sabr bir xil emas. U xuddi bir palampayga o'xshaydi. Har bir baldiqi sizni Allohga texmi yaqinlashtiradi va ishki dunyoingizni texmi nurlantiradi. Hozirgi zamon insonlarining ruhiy jarohatlariga davo bo'ladigan sabrning 3 cho'ng martabasi tovandagicha. Birinchi martaba tasabbur, sabrga tirishish, irodaning jangi. Bu martaba insonning qalbi azoblar ichida tursa-mu, tilini shikoyatdan, qo'lini gunohdan to'sib turishdir.
Bu qiyin, ammo eng savobli bosqich. Hadis sharif Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: kimki sabr qilishga tirishsa, nafsini tutsa, Alloh uni sabrlik qiladi. Buxoriy rivoyati. Agar hozir siz achchiq qiynalayotgan bo'lsangiz, men nimishqa sabr qilolmayman deb o'zingizni ayblamang. Sizning shu qiyinchilikqa qarshi turib, yiqilib tushmaslikka tirishishingizning o'zi Allohning nazarida bir ibodat. Ikkinchi martaba rizo. Taqdirga rozi bo'lish, qalbning tinchligi. Bu martabada inson faqat chidabla qolmay, balki bu ish Allohdan keldi. Alloh men uchun eng yaxshisini tanladi deb qalbni tinchlantirish. Bu hozirgi zamonning eng chong kesili bo'lgan ansizlikning birdan-bir shifosidir. Alloh ulardan rozi bo'ldi. Ularmu Allohdan rozi bo'ldi. Sura Bayyina 8-oyat. Boshqalarning ortiqchiligiga qarab azoblanmang. Sizning rizqingiz sizga keladi. Taqdirga rozi bo'lgan odam dunyoning eng boy odamidir. Chunki uning qalbi to'q. 3-martaba shukr. Sinoqqa shukr qilish muhabbatning cho'qqisi. Bu sabrning eng yuqori martabasidir. İnsan o'ziga kelgan qiyinchilikqa xuddi bir sovg'aga qaragandek qaraydi. Chunki u biladi-ki, bu sinoq uning gunohlarini yuydi yoki jannatdagi darajasini o'stirdi. Payg'ambarlar beshiga kelgan og'ir kunlar uchun Allohga shukr aytdi. Chunki ular ochiq dorining shifo ekanligini bilatdi. Hozirgi jarohatingizga meni yo'qotadigan zahar deb emas, meni poklaydigan jarrohlik amaliyoti deb qarasangiz, azobingiz lazzatga aylanadi. Qadrli do'stim, bugungi dunyo sizni texmi ko'p ista, darhol ista, bo'lmasa baxtsiz bo'lasan deb qistaydi. Ammo islom sizga ozg'i sabr qil, barga rozi bo'l, Allohga ishon, shuningdan tinchlik topa olaysan deydi. Sabr kutish emas, kutayotganda go'zal axloqda bo'lishdir. Sizning har bir yishingiz Allohning daftarida bor. Har bir degan tiniqingiz bir tasbihdir. Alloh beradi, ammo sizni pishirib beradi. Orzuyingiz qalbga bekordan silinmadi. Alloh berishni xohlamagan narsani talab qilish tuyg'usini bandaning qalbiga solmaydi. Allohdan tiladingizmi? Demak, u sizning taqdiringizda bor. Ammo siz bu yo'lda pishiq tayyormi? Masala mushu yerda. Sabr kutish emas, pozitsiyadir. Sinoq kelganda nimishqa men deb tuzkorlik qilmay, Alloh meni nimaga tayyorlayotdi deb o'ylash haqiqiy aqllilikdir. Taqdirning matematikasi. Siz u bo'lmasa o'laman deysiz. Alloh bo'lsa, u bo'lsa halok bo'lasan deydi. Sizning aqlingiz faqat bugunni ko'radi. Alloh bo'lsa butun kelgusingizni ko'radi. Eng cho'ng martaba ochiq chidash. Odatdagi sabr ochiqni shifo deb bilib, rozi bo'lish mo'minlikdir.